Ben shahri aholisini qo'rquvda ushlagan maxluq samandar hamda g'arb va sharq folklorida o'tda yonmas mavjudot sifatida tilga olingan samandar tarixiga yuzlanamiz. Ben shahri Chaharmahal va Baxtiyari viloyati. Bu yerda tor ko'chalar va paxsa uylar orasida bir afsona yashaydi. Uning nomi Samandar. Samandar bo'yi yarim metrdan ham past, oppoq soqoli yerga tegib turadigan sirli jonzot. Afsonalarga muvofiq u ko'zga tashlanmaydigan ozg'in gavdali erkak. U devorlar bo'ylab ovoz chiqarmay bekinib yuradi, soyalarga yashirinadi, tun qo'ynida panoh topadi. Sen o'zingni yolg'iz deb o'ylaganingda Samandar allaqachon yoningda bo'ladi, deyiladi Ben shahri ertaklarida. Ilgari u haqda vahima bilan gapirishardi. Ayniqsa muqaddas Ramazon oyida benliklar kechasi hammomga borishga jur'at etmaganlar. Ular bilardilar, Samandar paydo bo'lishi mumkin. Hech kim uning yuzini ko'rmagan, lekin hamma uning borligini sezardi. Orqangda muzday ter, devor yonida sharpa misoli o'tayotgan soya, qorong'ulikda eshitilar-eshitilmas harakat. Bugun Samandar shahar folklorining bir qismiga aylanib qoldi xolos. Bolalarni qo'rqitish uchun aytilgan cho'pchaklar, tungi shivirlashlar. Lekin uni butunlay unutib yuborishdimi? Tabiiyki yo'q. Shaharliklar uni hamon eslashadi. Lekin Samandarni aynan mana shunday qo'rqinchli hikoya bilan bog'lash faqat va faqat Erondagi Ben shahriga xosdir. Chunki boshqa afsonaga muvofiq Samandar go'yo o't ichida tug'iladigan va o'tda yashaydigan jonzot. Masalan, shoir Usmon Qo'chqorning quyidagi misralariga e'tibor bering. Ado bo'lar oqibat yo olov yo samandar. Bu misralar aynan olovda tug'iladigan samandarga ishoradir. Shuningdek, nemis olimi Albertus Magnus o'zining asarida yonmaydigan matoni Pluma salamandri, ya'ni salamandra patlari deb atagan edi.